Angliya axborot organi vaqt gazeti bir necha kun burunqi xabarda Angliyadagi dongli Cambridge universitetini o'z ichiga olgan 40 universitetning Xitoyning ko'plagan organlari bilan hamkorlik o'rnatib kelganligini, mazkur organlarning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, Xitoyning davlat mudofaa tadqiqoti, josuslik, tor hujumi qatorliq ko'plagan jinoyatlarga chetishlik ekanligini oshkorlagan. Xabarda aytilishicha, Angliya universiteti bilan Xitoy organlarining hamkorligi sobiq bosh vazir Cameron vazifa o'tayotgan davrda o'rnatilgan. Garchi ko'p qitim hamkorlik turlarida xatar mavjud bo'lmasa-mu, Avstraliya strategik siyosat institutining baholashicha, o'tgan 5 yil ichida Angliyaning 42 universiteti kishini andishiga soladigan Xitoy organlari bilan hamkorlik o'rnatgan. Buning ichidagi 22 hamkorlik turi intayin xatarlik deb baholangan. Ataqlı dini alim mərhum Muhammed Salih Damullamның bütün aile tavabat və urug' tuqqanlarının tutqun qilinib, türmə yoki yig'ib olish lagerlariga qamalganligi ilgari surilgan edi. Muhammed Salih Damullam 2018-yil yanvarda Xitoy turmasida qazo qilgan bo'lib, navbatda qizi shoira Nazira Muhammad Salihning muddatsiz kesilganligi ilgari surildi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari ayni vaqtda Muhammed Salih Damullam bilan birga vaqtda uning qizlarini, kuyovlarini, navra va jiyanlarini, urug' tuqqanlarini birdek tutqun qilgan. Ularning orasida Nazira Muhammad Salihning yo'ldoshi, dongli shoir Adil Tuniyazm bor edi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Nazira Muhammad Salih va Adil Tuniyaz muddatsiz kesib etilgan. Xitoy doiralari uchun josuslik qilgan Amerikadagi Xitoy injener Ji Shaochun 8 yillik qamoq jazosi hukm qilingan. Xabar qilinishicha, Ji Shaochun 2013-yil o'qituvchilik vizasi bilan Amerikaga kelgan va u yerda armiyaga qatnashgan. U bu jarayonda Xitoyning Jiangsu o'lkalik davlat xavfsizligi nazorati uchun ishlab, ularning o'ziga xizmat qildiradigan bir qism amerikalik olim va injenerlarni aniqlab chiqishga yordam bergan. Ma'lum bo'lishicha, Jiangsu o'lkalik davlat xavfsizligi nazorati Amerikaning sanoat va savdo maxfiyatligini qonunsiz qo'lga keltirish uchun nurg'un planlarga qatnashgan bo'lib, u Xitoyning muhim istixborot organlarining biri ekan. Xabar qilinishicha, Xitoy yezlaridami Covid'dan o'lganlar ko'payib, jasad sandig'i yasaydigan korxonalar nihoyatda aldirash bo'lib ketgan. O'tgan yil 12-oydan boshlab Xitoydagi Covid yuqumi shiddat bilan ko'payib, 80% nüfusining, ya'ni 1 milliarddan ko'p odamning yuqumlanganligi, har haftada 13 ming odamning o'layotganligi, bularning ko'pinchisining qiyirlar ekanligi ma'lum bo'lgan edi. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy yezlarida davolash uskunalari intayin kamchil bo'lib, doktorxonada o'lganlardan boshqa uyda o'lganlarmi ko'p ekan va bular o'lganlar soniga kirgizilmaydi ekan. Amerika Kengash palata a'zosi Ted Cruz Amerikaning strategik neft zapisidagi neftni Xitoy va uning shirkatlariga setishni to'xtatadigan bir qonun loyihasini tanishtirgan. Fox xabariga qaraganda, Kengash palata a'zosi Cruzning Amerikaning strategik neft zapisini Xitoyga setishni cheklash qonunining Avam palatasi nusxasida yaqinda 97 ga qarshi 331 ovoz bilan ma'qullangan bo'lib, u Avam palatadagi 113 nafar demokratchi a'zoning qo'llashiga erishgan. Ma'lum bo'lishicha, agar Kengash palata a'zosi Ted Cruzning qonun loyihasi ma'qullansa, Amerikaning xam neftini Xitoy Kompartiyasi kontrolligidagi har qanday shirkatga setish hamda Xitoyga har qanday xam neft eksport qilish cheklanadi ekan.